hayırlı günler boyunca da şundan da biraz bulduralgança kuldan kelingençe o'zaro kelishib hunarlari to'g'risida so'rashib olamiz. Shu to'g'risida fikr yuritamiz. Kimdir endi biladi bu ma'lumot kimlar bilandir oralashgan edik bu temalarga, bu fikrlarga. Eng avval biz vaziyatni qarordan boshlab endi bugungi kunda pokoleniyalar, buğunlar, türlü buğunlar teorisi degan yo'nalish bor endi. Baby boomerlar, ondan sonra Generation X, Y ham Z pokoleniyalar. X pokoleniya bu har bir buğunlar tire bo'lgan turli şartlar, turli situatsiyalar, turli hollar o'zlari shunday tarbiyali, o'zlari tuğrayın bir buğunni o'zinchalikli etib tarbiyalarga tarbiyash beradi. Misol uchun mana sug'urishlar bitgachda endi butun Büyük Vatan Savaşı tamamlanmış, bütün illik ko'targa kerak bo'lgan binolar tuzilga kerak, shaharlar tuzilga kerak. Shunga ko'ra tuvayin bir shu bolalari ilni ko'tarish yo'lida tarbiyalanadi. Ya'ni ota-onalari ishda bir narsada bo'lsa, zavod bo'lsa, vaqtdan yo'nalish bo'lmasin, shu yo'nalishda aniqlab o'stirishga kerak. Shunga ko'ra tuvayin bir buğun ota-onalari bolalarning e'tiborini o'zinchalikligini berib X buğunun terbiyeli. Hem X buğunları o'sib kelganda ular o'zlaridan ko'ra tag'in boshqa bir og'irlik bilan uchrashadi. Biz boshqa X buğun turgan, X buğun o'sa nidek og'irlik bilan uchrashadi. Mana u 70-80 yillar bo'lsa. Nidek og'irliklar, mana nidek Bu 92 yılda ateşlik vakitler hazır bir hüner yanından buna tugul umuman kişi nindi ağırlıklar kişire bilgili bir vakitte degan ma'noda endi 70-80 yillarda 70-80 shundan boshladik bizim benim ota-onalar bo'lib ishlaydi. Ular tarbiyalangan chog'da, umuman shu buğunlar tarbiyalangan chog'da ular kechirgan og'irliklar orasida bir qitlig'i kechirganlar biz suyganligini eshitib bilamiz. Men o'zim defitsit, mana shu defitsitni, ya'ni jinsi bo'lu u belgili bir jamiyat arasida ayrılib turganlar. Shuning ishi türlü tovarlar bulma, nindi tovarlar bulma, narsalar eshitganingiz bor. Oyakini shunday xalqlar bo'ldi. Nimilar bor hozir. 70-yillarda bek qo'lida bu bilan ishi mexanikda штаны bo'ldi. Резина tartibini nechta bo'lsa shu oyakini. Прощайте, вы говорите, а мы все говорим, oyakini nindi. Oyakini u bek qo'lida edi, ona olishi bek ko'p qiyinliklar kechirganda bir Yani şu bir kıtlığında terbiyelenmekle tüm üsken şoruna geldi bu. Kişine şarında temizse nersedir işte biridir üsken direkt şorda. Hem neticede onlar üzeri bu onların terbiyeli metodikasını formlaştıran neticede. Benim özümden babam olsa o bir başında bir zikirme intikmeyecek bütünsün babam bulduran bir taraşlar. Şuna göre kilesi bu terbiyelenende kilesi bu on Y buğunu. Kilesi bu on terbiyelenende bir kıtlığın kişinin nerse ekanı gül başka şey anlaydı. Lakin enisi de ota-onalar şular onlarga tegishligan fikrda. Şuna göre bilgili bir jinsi yo'qlikdan tugul, jinsi bor hozir. Misol uchun enisi onlar bitirmaydi. Belki qolgan vaqtlarda niye sen birini qadrini bilmaysan degan bir bilan tarbiyalandi. Şulay bir yoqdan emas. İkinci yandan o'zlari o'sganda ko'rgan ixtibar qilib, ya'ni ixtibar bo'lmadi bikinimi, mening bolalarga ixtiborni ko'proq berib, ixtiborni ko'proq berib shunda tarbiyalandi. Shunday o'zgachaliklar sezaydi kishira. Bu buğunlarning formalashuvi shundan da deyli biz buni eshitib bilgan ibirlar qo'yishlarga olg'a topa Y buğuni tarbiyalanadi. Y buğunu mana shulay bir qıtlığın nerse ekan gil boshqa shamol, ya'ni ularning eybirlari
еш qana bor. Ondan sonra Y buğuna terbiyelenen üsken şurada barıqqa kele internet, barıqqa kele türlü şuralar hem biz o'zgarishlarning tezlanishini ko'rgan shurg'alarga bizning shurg'a bilan biz o'sgan formulashgan shurg'a bilan kompyuterlarning televizorlar butun yerda edi. Mana bu o'sgan biz ko'rak yigirga to'xtalib ham bizdan mana 2002-yildan so'ng Amerikada tezroq boradi bu proses. Chet ellarda tezroq boradi. Bizda belgili bir to'xtalib bilan chunki ilmning o'sish tendensiyasi da turli yerlarda şu hem bulan vakıdalarının yorultusu. Bizden Y şuran şekiller terminolojisine bu tirak bilen kurşuga da yöneltkenler. Çünkü formalaştan üsken şurlar bu 11 sentyabr vakıdaları ana vakıdaların neticeleri bizge sonra kimse elbette. Hem bunu bilen kurşu fonda bilen şulay dostana muamele propagandası. Bunlar bütün sizler terbiyelerinde üzerçilikli bir iz kaldıraydı. Şulay ilgili bunu internet barıqqa kelgan kurbusu. Zil bunun kızılışında onlar internetni barıqqa kelgan bir etip fizikmiler. Onlar için internet şımbarlı. Y bunu internet yo'qlik şurada terbiyelenip internet yo'q ekan şın narmasida olmab o'sgan bo'lsa Z bunu internet yo'qligidan belli internetni yo'q ekan ya u avvalda ya internet topishga to'lanmagan boshqa şey internet prinsipi tabiatda internet qashqmadi degan bir aniq ko'ngilsingan ilonni shulay biladi. Shunda qiziqaydilar turli mana bu telefonlarning o'sishi mana shu o'sishning tezligi shular o'zining yo'ldoshini yozadi. Tamam, kızıklarının terbiyelev prosesine yuvantosunu yasalanaydı bu bunlarda. Biz üstten şurada biz terbiyelenen bir gerekte muharşı bulan şurada kiyimlerden eğitim X'tan nerse şeyler aday kiyimler bir türlüydü hem ayrılıp duran kiyimler tabi o yavruya. Benim babam kiyimleri tigeseli birisi boy birisi ayrılıp dursun. Benim babam başkalarından ayrılıp dursun degen dilekle terbiyeliydi. Hem Y bunu şundan da eşittir ayrılıp duruğa basın yasarınlaşlar. Basın yasar, onlar üzün kursetü bilen varılan deyilsin. Neticede X buğununun alga koyulan birinci evresi o negizlengen evresi. Tuzlar, tuğanlar şu dairege negizlenen buğa, toyanan buğa. Kirek evrelerde şu materyal haberler hem bir okşarlar olsun. Bu yoğunluktan şuna buldırığa kirek diyen fikirler. Y buğuna kübrek inanlı şekillerde layıklar buğuna debatırlar. Kişiye boşalsın, kişi fikri neyecek miken? Bu ayrılıp duran miken? Kişi fikrine nık negizlengen bulup şuna ikinci buğun. Şuna göre şunda kızık nerse türlü buğunlar, türlü şey yani muhaşada etken var bile şu yıllarda ihtibar ettim mi? Kişi Tayyip yıllar bitin, buzlavu hazır fazında. Tayyip yıllar, türlü kişi türlü şey tesirite yılda şu topanlar. Birevler kimin karı yırtılmadı mı, buzulmadı mı bir evrimleri? Evrimler cihazlar mı karı? Birevler tire yaptı karı. Kim kurdu? Nerse ettirgen, dişi olmalarından neydi situasya sarga? Ya ise, şimdi kızık nerse? Misal için biz iden çıktık, barabız, hem bizden iskiye düştü, ide televizor işlep kalgan aytık. Ise başka nerse işlep kalgan koydık sündürge kerek. Mene barasın, bargan жерden iskiye düştü bitiydi, son burulda akit bitiydi. Bir yaktan. Yok, başta karağa kerek tek, reski burulup olmayıp değil, kişi dürü sanmaması tanıp değil. Şu an böyle, bunda kirgen bulup gelir, sen bunda var kerek dediğin gibi. Kişiye niçiktir anlatma bir yatırışlar sözümüzde temellerimiz diye. Şunun gibi yıldaşında tire yapanları bestek, niçik anlatırlar. Nerse olsa da kişiye niçik anlatırlar, kişi bana niçik anlar. Bola terbiyelegende de Y buğuna bolasın kişi nerse ettirmeyken degen fikir bilen tozu terbiyeli. Ulay bir de var. Benim tuğanlarıma, mektep söyledeyim ama şu mektep söylerinde, mektepke kirtkende de
biz maktabga kiritamiz, tumanlarimizdan ishga olmaymiz. Bu bitimni internet maktablarına berganda da eshitgan bor endi hech qana internet maktabini birma fikrin miyani bir tumanlardan chiqolmadim. Miyani bir tigisini masalan chiqolmadim degan fikr da bor. Ishga olmadim, qishiga ishga ketgan, ya'ni negizlangan bir kishi fikrini aylanib qoladi. Zid buni o'sha bara u ko'proq negizni ona qiymatli zonasi qiymatlari orasida u mana o'zini qarov ko'proq u nechta o'zini zo'r salomat yashash ravishi bir yog'dan nima shular manda endi do'stlar qiymat zonasiga kiradi. Do'stlar bilan chin aralashuv qiymat zonasiga kiradi. Ya'ni ular uchun turli chораlardan mana ular uchun internetda aralashuv keng taralgan, ular uchun bu bir davr tugul tanish yorug' tanish kishi bilan da aralashib ketib bo'ladi. Buni ular anlaydilar. Shunga ko'ra shin aralashuv, shin muomala ular uchun degan qiymat buni izlab topishga kerak degan birdan. Ham mana X oqsha bu nima deb atasalar bir yaqin bu qiymatlar yaqin. Y-larni layklar shu Z bu u mana shu layklarni oqshaga aylantirib bilishadi. Ular layk ziyalar, ularning bu ishtir ba'zida o'zidan o'zi qo'y bir bolalar endi bugun tarbiyalaganda shular o'zi dunyoning narsa ekanini anglab qana keladi. Instagramda akkaunt bor edi, ishlardan olib boradi. O'sha bara u o'zi dunyoga o'zi tanitgan turlicha formulashtirgan u internet qirida bor edi. Ana shuni davom ettirgan o'zini ko'rsatgan tarixi уже yozilib qolgan. Shunga ko'ra qo'yarlar. Tamam. Bu zid bo'lining qiziqli bir kuzatmalaridan ko'rgan yerlardan telefonda hozir derazada bir bola qo'shiq ko'radi. Qo'shiq ko'rgachdan bolaning har vaqtda ba'zida o'sish ko'proq bilasa keluvchilarga bor. Tabiiy ravishda bolaning derazada qo'shiq ko'rgachdan uni niqlabroq qaraysi keladi. Ham narsasi o'zidan o'zi qiziq shunday derazaga kelib voy diagonal bo'yicha orqadan atashadi. Bola big'omla bitirmay ham bulay hechni yo'q, niya so'raymaganda olib turadi. Bu telefonlarda shunday resurs bo'lganligi bunda da shoxlarga tegishligan fikr bilan. Shu mana shu turli bo'limlar o'sish chog'ida o'zlarining talablari o'zicha qo'yadilar. Hamda ishga kelganda da Y bo'limning mana shunday qiziqli bir tarixi bor. Y bo'limning kishisi restorator. Onun o'zining restorani bor. Hamda shu X bo'limning kishisi o'zining xizmatkorlari bor edi. Bir kuni bu o'zini do'stini aytdi. Qarali do'stim dedi, men unda garderobщица degan. Men yosh qiz olgan edim. U yosh qiz Y pokoleniyasindan. Y bo'limdan. Men bir yosh qiz olgan edim garderobщица dedi. Bu nima priyomga yozilgan dedi. Men ko'rganda burgani bir tugul dedi. Обычно garderobщицалар priyomga yozilsa, bu direktor restorator, самое главное. Boshida turuvchi bu ishni. Men garderobщица yozilsa, ikki masala bo'yicha yoziladi. Birisi dekretga chiqarga kelganda turdan tursa. İkincisi zarpatını arttırın, yaşatımı bit bulaydı dedi. Ama siz kelganda buni so'rovda dedi. Restoranlar ishlanmagani natijalarni orttiruv strategiyasini o'ylab taqdim etib fikrlashuv. Men mana deydi, yo'q siz ishlar qilmasin deydi do'stlar. Yimla yanada qatqa to'qadim yurishim ishni olib keting dedi. Shu aytib yozgan dedi. Ben qabul eting dedi, qarabız dedi. Miyada jibersan narsa bo'ladi dedi. Neticede bu kız kiradi aytadi. Mindi garderobda ishlaydi. No, miyada ishlab qo'yib kuzatdim dedi. Kishikira ular o'sha ishirib ketadi. Men ularga kurtkasini beraman. Ular meni bir kishi deb tasavvurlamaydi. Shunga ko'ra meni yanımda deydi. U bitni qo'rashi narsa. Onun yanında restorandan chiqib bo'lgan rahatlanib сөйләшүгә bo'ladi. Şöyle bir kurtka olganı bilen hazır tiyatrda yürüyen kişiler tiyatrda varlaştı. Spektaklinin nişik bulunanlığın garderobga çıkıp gitgende garderob köşesi altında rahatlanıp söyleşiyor bular. Ben onu şaldım bugün falan direkt o eğitir mi onun fikrini çıkıyor. Artist yanında artist altında bile spektakl şamalda da bir söylenmesi mümkün. Yani garderob köşesi altında söylerken yarar. Şunun ki bu restoratör bu garderob köşesi altında rahatlanıp söylüyorlar.
Aytам, men ularning fikrlarini eshitaman, men ularning fikrlarini bilaman. Bu biri. Ikkinchidan, men bitganda ishga yaqinroq deyman, terazadan ular qo'ygan ishga kelib to'xtagan parqoq ko'rinadi. Men kimning menga mashinadan tushganini bilaman. Bu ikki. Uchinchidan, ular bilmagan keladilar, o'z kiyimlarini soladilar deydi. Bolalarning futbolkada jinsi deydi. Siz ularni işte ayırmışsınız. Men kimning qaysi klasdan ekanini ayiraman. Shunga ko'ra men tartib deydi. Bizda garderobni 3 zonaga bo'lamiz. Birinchi zona u boylar uchun, ikkinchi zona u o'rtanchilar uchun, tigi zona u tigi studentlar ham boshqalar uchun. Ham bu boylar uchun bo'lgan zonaning numeroklarini bir boshqacha aytamiz. Beramiz kichkinagina bir numerok. Ham ulug' o'yinchi bizning brend tetaydi. Shunday ulug' o'yinchi ularni kissasini tig'olmasin. Sumkasini tig'olmasin. Kissasini tig'olmasin narsa Kiremik restoranda. Üstüne buldu. Hazır ofisant kelganda üstüne o'yinchini ko'rayotgan. Bu boy kishi mana böyle boshqacha bo'ladi deyishib, ona birinchi sigarini tunni yo'lni shunday rishon ko'ra servis o'rtacha qildi. Ishimdan da buni men direktor tomonidan adekvatni ishlar bo'ladigan tarzda ishlarga kerak. Mana shu turdan to'g'ri berib, o'zining fikrini ayta oladi bir yoqdan. Ikkinchi yoqdan X'lar yo'nalishga hozir bo'lsalar, ularning ishini qabul etiladi. Natijada bu shunday proses boshlanadi. Shunday proses boshlanadi. Постоянно har vaqtda keluvchi klient bo'lsa, BMW mashinasida kelgan ekan, kutmaganda BMW rasmi tushgan 4 kilo obtirab qolganlar siz meni mashinani nima ekan qo'yib berdingiz deb. Shunday turli qiziqli birlar aslida. Bu garderobda turuvchi qori yuklangan birovda yo'q. Boylar seksiyasi bo'sh edi. Turli vaqt bo'ladi. Kelar bir student bu to'xtadi. Qiziq yasab qaraydi. İşleganlar. Tutarda biri bana boylar zonasından, studentga biri boylar zonasından bilir. Qo'yadi, kira student shunday o'ylamishim kira o'tira qo'yadi o'zining numerovini, umuman boshqarma shunday narsada lyuks xizmat ko'rsatuvchi servis. Ham bu o'tirib qo'radi. Mana sizlarda keltirdilar endi oldin ishlashgan lyukslarda oldin keltirib qarab. Bu tutada şaltıratası tuzuna. Manda deyip, sıyırlar, niteler, bunda servis hizmet gösterdik, yuvarı deyip, sinkitler deyip. İlk kirip tuğanında studentlar bırakılmışlar. Mine şulay tura, o özü ipleyip kine, kişi kitiru prosesinde özünce başlık bitermiş beri. Ola da başlayınlar bunlar, o garderobşitsi, ve zarpatını hizmet halkının kütərgə təqdim etək direktoruna qeyd kütərə biz deyik, bu bilgi bir dərəcə üstü kütərə indi mən apaq artıq kirək, mən artıq kütərməsi ya tutayıb kütərmən deyək, şamalarında deyildi, paka işgəldi deyik. Şu öz hizmet hakkını hem en kızıdı onun trudovlik ilişkisinde, hizmet genelgesinde yazılı bu şekilde, bu istori, bu tarih ilişkisinde o'zgarib u garderob hisoblansa hozir mana ataması полевой работник, управляющий персоналом, управляющий набор клиентов залы. Yani onun için bir yerden kim deb atalgani belki ko'p nig'rab muhimli, onun ko'p noxush ishlamana qaraganda. Ham bu Y bu Z keluvi bozorni ikkinchi turliga aylantira boradi. Ya'ni Y bo'nlari bitqitliqda o'smaydi. Mana shu kibitga men qo'mishda kiranda olib turib bilib beradi. Qo'mishda kibitga kirasiz, men u to'tash shu masalasida. Kirasiz, so'raysiz to'tash o'ziga kerakli birni. Senga qo'yib bir sotuvchi bor. Shuga bitta turfa javob beraydi. Bir yoqdan. Ular o'zlaridan ulug' yoshda opalar. Men ularga shunday masalan yo'mayib, yo'qimni deb so'radim. Usulsuz deb so'raganda sizda bir kupey ham süt olamadi. Bu kazinka kabi birlardan. Onda eng qizig'i turlar bitganlarni shulay sotishlar bir necha bo'lgan. Ye do'stlarga borganda kuchdan ashlar. Kirasan, bir tanishlik kishiga, bir yurgan kishiga, bir yurgan kishiga bir to'tashsa, bilasan qanday to'tash ekan. Kirasan, bu menga javob beradi. Я вас не понял. Qo'y bersa, bir bersa duraq deydi. Yaramayapti. Hikmat onda tugul. Hikmat shunda
Алар үйренгенler кытлык заманында эйбир сатып. Аласың, кая барасың? Шундай рәвештә эшләргә. Бит шундай кибетләр күп, Сен аласың. Мисал үшін, алар мұны күнекмеген әлі, ләкин Y буына мұны тәләп итә. Алар кафеларга китсәләр, алар төрле үзләре булган җирләргә китсәләр дә, Y буына ошамаса килми. Аларның бит сайлау мөмкинчелеге бар, һәм менә шушы сайлау мөмкинчелеге, менә шушы төрле җирләрдә булганлыкта тәрбиянең үзгәрү, шуны белүе, бу киләчәктә дә тәләпләрне үзгәртәчәк. Шуңа күрә киләчәктә менә шушы хезмәт күрсәтә белү, клиентка яраклаша белү, бу бер клиентка яраклашуна күнекмә, бу бер күнекмәләрнең күнекмә генә түгел, бу мисалда скилл ничектер. Аны русчада навык дигәннәр, навыкны татарчага тәрҗемә итсәң, скилл була. Бу скилл гына түгел, навык гына түгел. Күнекмә генә түгел бу. Бу тигән күнекмә дигән, ягъни бу бер гадәт рәвешенә керә. Эшләү рәвеше, гадәт кебек, шундай әйбер бу. Клиентка яраклаша белүне үзендә тәрбияләргә кирәк. Менә шушы күнекмәне. Алга таба киләчәк булганда төрле үзенчәлекле әйберләр бар. Киләчәк булганда кеше хезмәтенә нәрсә һөҗүм итә? Кеше хезмәтенә иң ныгы нәрсә һөҗүм итә? Бу секундда. Автоматика роботлар, ягъни кеше хезмәте базарыннан автоматика роботлар һәм ясалма интеллект куып чыгарга бара. Әгәр дә мин зур бер оешманың җитәкчесе икән, мин уйлыйм инде, бу эшне роботка кушырганмы, яисә кешегә кушырганмы? Һәм бу исрафтан нәрсәгә нигезләнә, кемгә күп акча түләргә икәнлеген әйтә. Әгәр дә автоматиканы кору системасы һәм аның теге еллар дәвамында эшләячәге эшчеләр акча икән, әлбәттә мин аны алырга тырышам иде. Шул юнәлешне булдырырга тырышам. Һәм нәтиҗәдә шундый кызыклы график килеп чыга, графикны анда кыска булыр дигән карарны беренче. Хәзер менә график янынан шулай карарга була. Кемдер график белән яхшырак аңлый, кемдер башкача. Бар. На доске тоже можно писать, чуть-чуть. А вот это суммативно писать. Менә бу эксперт. Сіз ашық тұрғызаласың, мен маркетован езім. Там базар есть, маркет, там наверняка есть маркет. Где? Базар? Ну, там внизу как базар. Сейчас гоняем по бұру. Қазір X мұнда көрінен бұлай? Көрінен бі сізге? X-әрек көрінен. Яшыры флинчат Whiteboard market dengan itu mana? Flipchart or для белой доски dengan itu Короче, назад ладно. Нам надо сделать
Amina Karayeva. X'da bu ishning og'irligi, ishni boshqaruv ne qadar og'ir degan yo'nalish, deymi? Ishni boshqaruv og'irligi. Bunda bu yoqda bu xizmatni bugungi kunda kishi boshqaruv yo'nalishi. Ko'pmi kishi boshqaradigan kulyamni bunda. En bilan kulyamni belgilab yoziladi. Bunda bo'lsin, X bo'lsin og'irlik. Og'irlik ikki yo'nalishda bor. Emotsional yoqdan og'ir. Bu mumkin ham intellektual yoqdan og'ir. Biz fizik og'irlikni olmaymizda. Intellektual yoqdan og'irlik ham emotsional yoqdan og'ir. Biz emotsiyalarni ko'rsata olamiz. Biz emotsiyalar bilan o'rtoqlasha olamiz. Biz kishini anglay olamiz. Kompyuter buni boshqara olmaydi bugungi kunda. Shundaymi? Shulay. Intellektual yoqdan da shulay. Qo'y bir masalalarni ayiruvcha ishlashga olamiz. Lekin bir masalalarni kompyuter yengilroq boshqaradi. Natijada biz nega grafik ko'ramiz? Mana bunda emotsional ham intellektual yoqdan. Mana yana so'z chiqdi. Bizda IQ degan so'z bor edi bitin deymi? IQ degan so'z bor edi. Bu intellektual bilimlilikmi, intellektual ulgurlik kabi. Bugungi kunda yish kullanılan şu internet qirlarida emotsional ulgurlik. EQ. EQ deb yoza olasiz. Tegi ma'lumot tuzilishi kerak bo'lsa, emotsional ulgurlik. Kishini anglay bilish. Mana bu shulay bizga kerak bo'lsa, kishini anglay biluvni bolada tarbiyalasak, empatiya yo'lidan tarbiyalasak, bola kishi halidan kira ola turgan, kishini anglay turgan, ham o'zining emotsiyalarini kontrolda tutib, kishiga da adekvat emotsional yo'ldan tarbiyalansa, ularga kelajak xizmatda yordam etadi. Emotsional ham intellektual keraklik big tuman bo'lgan vaqtda mana eng boshida bu xizmatni boshqaruvchilar soni ko'p. Ham tisha bor. Albatta bular ko'tarilmaydi, o'g'irlayman sayin ko'tariladi, unda etap ko'tariladi. Bir etapga yetkazishdan niq ko'tarilib oladi, undan so'ng kelasi etapda tomondan qarab ko'tariladi. Unda vaqtlashtirgan formani yasadim. Bu yashil liniya mavzusi avtomatikaning hujum etuv liniyasi. U ustga to'g'ri mana boradi. Bu ustga to'g'ri boradi. Ya'ni emotsional ham intellektual xizmat big tuban qo'llanilgan suratlarda kishiga xizmatni qo'shuv yengilroq, bigroq oddiy birdan ishiga aytdik. Mana kishiga ulashishi to'lov proще, чем kompyuterni programmalashga qaraganda kishiga buni ishlaydi deb aytib yengilroq. Turli shakllar bilan qora xizmatdan boshlaydi. Qo'y bir yerda kirpish toshi tuzilish vaqtida kirpish toshida kishiga qo'shuv yengilroq qo'y bir zavodlardaymi? Uni kishi shotib kishishdi, agarda u rizolashsa ekan. Uni boshqa avtomatlashtirib, uni avtomatik kiritib bu zavodga shu shaylarni yasab qo'yadi. Lekin buni ishiga bor. Buni ishiga nechta kerak? Agarda bu burchak bilan o'tganning birsida burchak bilan ish bo'lganda, burchakda sovuqchilar bor bo'lgan qozonda. Burchakni o'ngisi kunda kishilar sovuq kerak deydi. Ha bu intellektual yo'qdan bir tuban talablar qo'yaymiz oldidan. Unda kerak albatta ortiqcha bo'yga joyi bilan qo'ya biladigan kerak. Lekin bu qanday bosh ishlarga kerak emas. Ona kishilar qo'yadi. Kishiga o'xshatadigan kishilar shuni tizadi. Ham Onlar onun için bilgileri okşalı, bilgileri kullandı. Ama agarda kishi kelib ertaga aytaykan, "O'zi zarpotni ko'taradi, xizmat haqini ko'taradi." Ko'tara, turmush ravishlarini olmaydi degan ko'p.
Lekin ko'tarilgan bir şey var. O şey narsa bilan cheklangan, narsa bilan deydi bu shartda. Ha? Agarda sen ko'targan, sen mendan kutgan zarplata, o'ylab qarasam, men topib olsam, kompyuterni ishga tushirib qaraganda ishsiz ekan. Albatta bu xizmatni almashtiradi. Shunga ko'ra bu zonada qolgan kishilarning xizmati quvib chiqaruviga tezroq bo'ladi. Korkma qarşıya o ağır meselelerini şişebiliyor. Bunun üstünde ağır meselelerini şişebiliyor. Mesele şişirge yönetilir mekteplerde değil mi? Mesele şişirge yönetilmez. Bu yüzden fizik okutuşu bitti mektetten fizikle misal olsun. Biz tarışa mesele şişirge yönetimiz. Koyulan meselenin tutamızla şişeriz. Bu tür mesele şişebilirge gerek. Lakin zamana koyulan talepler, gelecek koyulan talepler meselenin şişebiliyor değil. Şunsa kızım. Meseleni tabilirge gerek. Meseleni koyabilirge gerek. Meseleni dürüst koysan, kompüter o'zi şişer. Sen onunla meselenin qarag'ini dürüst etib kirib meseleni kompüter onlar şişer. Mana shu meseleni koyabilirselar, bo'lgan vaziyatni anglab, mana shishirish yo'li necha kerak bo'ladi deb shishirishni izlagancha, sistematik ravishda mana işi meselelerini şişirişin, kompüterine nesneler kirtimiken degan yo'nalishga bosh uralar bitish qilaman. Ondan sonra bu kelajak hünərlərinin tam bir qiziq yağı var. Kelajakda bo'lgan xizmatlar, kelajakda bo'lgan xizmatlar ular iplab turib, ular ibratni zo'r tezlik bilan almashinib turadilar. Ko'p o'xshab turgan ishlarni keltira olaman deyman. Lekin g'odiylaridan boshqa g'odiylaridan disk sotuv magazinida, disk sotishini turgan kinoprokatlari deyman. Disk yetishtiruvchi zavodlari bo'lsin. Disk o'ylab topishlar bir yoqdan. Bu disklarni formallashtirib, bular hozir disk prokatlarida kimdir onda sotib turadi. U umr bo'yi disk sotishi bo'la oladi bir yoqdan. Yo'q, ularga azirlangan bo'lsa da ulardan tushib qoladi. Yana bu yoqdan tushirib qoldirdik deydi. Mening bir tanishim bor, u o'z vaqtida universitetda yuqori bilim olgan, bu endi zo'rroq yashagan kishi. EVM specialist operator EVMga aylangan, u elektron hisoblov mashinalarini bit yaxshi biladi. Lekin u bitingda qayda qoldilar ular. Ular hali akrim nusalari. Bugungi kunda web приложение var. Telefonda qo'shimchalar var bitingda. Telefonda o qo'shimchalar borga kelgancha kimlardir web internet osha o'yinlar yasaylar. Internet osha ishlaydilar. Brauzerga kirasizlar, brauzerni o'yinlar, brauzerni turli qo'shimchalar senga yordam etadigan shularni ishlovchilar bor edi. Lekin o qo'shimchalar bugungi kunda aktual bo'lishi qo'shimchalar borga keladi. Hozir endi men qo'shimchalar ishlovchi Burada men qo'shimchalar ishlovchi bo'laman deb o'zimga oldima maqsad qo'yganman ekan. Nega qo'shimchalar yasashga o'rgatuvchi vuzlar yo'q? Nechta bo'lasiz? Hamza o'tirsa ekan, proses shu qadar tez boradi, o'quv yili 4 yil. 4 yil bo'yida niki qo'shimcha azirlarga kerakligi birinchi kursda o'sha bilmaylar. Shunga ko'ra agar sen o'zing qo'shimchalar yasovchi bo'lib tilaysan ekan, sen borasiz bir yoqdan negizlarini o'rganadigan yo'nalishdagi o'zini so'ylasingda. Buning negizlarini qanday o'rgatilgan mumkinlar? Buning negizida yotgan bir algoritm nomlarga kerak. Bu umuman qo'shimchalar narsa bo'lsa, mana shu turli iborlarni programmalashtiruv negizlarini o'rganasan bir yoqdan. Ikkinchi yoqdan bugungi kunning talablaridan, ko'nikmalaridan birisi bugungi talablar. U lifelong learning, umr bo'yi bilim olishga azirlik. Gel yonma bilim olishga azirlik yo'nalishida bo'lib tursan, bu sening shulay seni kuchli etadigan iborlardan birisi. Tog'in narsalar aytirga bo'la bu masalaga qo'shilsa, shuning natijasida turli ishlar borib kelishlar aytadi. Mana shu o'zgarishlar bo'lmoqda.
Hozir u kартинкасының fotosi bor edi ekan. Men umuman shoshtirmacha bir necha professiyani aytib o'zirga bo'lar, turli ülkelerni aytib olirga bo'lar, hammani farsaytlarini ishlanganini aytib bo'lar. Biroz kelajak hunarlarin o'ylab chiqargan, ana o'ylab chiqarganlar hozir tam bir qog'oz bo'lsa, men shu qog'ozga yozib qoldirib, kirib qaror olishim. Mana bu atlas100.ru degan aytmayman. Maktabda Moskvada Skopkov degan maktab masalan o'zak bor maktabda tugul, u mana fanniy o'zak bo'lganda, u ayrim shulay olib o'ylaylar. Ular o'zlari farsaytlar, ular o'tirarlar, o'ylaylar kelishakni o'zlaricha ko'zallarga tirishadilar, onlarga tirishadilar, narsaga aylanmashligi ekanligini ishonmalarga tirishadilar. Turli yo'nalishlardan, u bo'lsin ma'rifat o'lkasi, u bo'lsin aviatsiya bo'lsin, elektroenergiya bo'lsin, turli yo'nalishlarda turli xizmat turlarini, turli yangi professiyalar chiqaruv ustida ishlaydi. Mana bu atlas100.ru'da chiqarilar bir necha pensioner hunarlarni, ya'ni u hunarlar yaqin arada 2020-yilga bir 60 professiya yo'qlashilasa, shular Sberbank bankini iska olsa ham televizor Sberbank bankini iska olsa, Sberbank hali bu yildan jeytinimi, yozganimi shtatından bir ko'p yuristni ishdan ozod etdi. Nega? Chunki ular ishni o'xshatib to'lagancha bir sistema qurganlar, shu sistema ishlaydi, u vazifani ishon ko'ra shtatlar bo'shaq, yurist bo'lib qolirga tilovchilar, yurist bo'lib qoluvchilar, ular ayrim unikal ishlarnigina ishlay olishlar. Sistema bir tipdagi ishlarni ishlovchi yuristlar soni kimi bor, shunga ko'ra ular boshqa bozorga o'xsha boradi. Shunga ko'ra mana nazarda kerak. Mana bunda bo'lgan turli professiyalar bilan aytib o'tsalam, shular siz mana bu saytga kirib, o'zingiz qiziqsanlar professiyani so'rab qarasiz, shuning bo'yicha so'rashib biz qo'yib kelib chiqqan. Ulardan virtual dunyoning dizayneri. Ya'ni virtual dunyolar bilan kerakmi? Bu kelasi 5 yilda borib kelajak deganlarimdan. Virtual dunyoning dizayneri. Bu kunda virtual dunyoning nima ekan bilasizmi? VR degan aytib. Mana ishim borliq, u hozir ishga bo'linadi. U virtual ishim borliq, u ustama ishim borliq, ham ishim borliqning o'zi. Ya'ni virtual dunyo turli o'yinlar bor, u o'yin ichida ayrim bir dunyo, ayrim bir safar, ayrim bir sayohatlar qilib beriladi. O'zining bir dunyosi ham u shu monitor ichidan kirib o'tirsan, shin borliqqa bo'lganda Minecraft bo'lsin, bolalar o'tiradilar, o'zlarining uylari, o'zlarining xo'jaliklari, alla narsalarini tuzib. U bo'lsin Warcraft, onda da o'zining personaji bolalarni o'stiradilar. Bu o'yinlarni o'ynash natijasida, ya'ni tarbiya prosesining ayrim bir ülkasidan olingan nega o'yinlarni o'ynash qiziq narsada degan ayb. Virtual dunyolar kengayib, ko'payib boradi. Shunga ko'ra bu virtual dunyoni ishlovchilar da ko'p. Ishim borliq, shunga ko'ra qiymati ortib boradi, ishim borliqqa e'tibor ortashadi. Shundan ham istalgan дополненный реакцияны o'xshasa, istalgan ishim borliq, bo'lgan ishim borliqqa nimadir ko'zlab, esa nimadir ayrim jihaz yordamida üsteme bir obyektlar borib keladi, shular barabardan istalgan bularni butun ustida yasab kerak. Mana shu Minecraft qiril bo'lsa, mana shu tog'in boshqa o'yinlar bo'lsa, bular yonadan yana bo'ladilar. Biz igrilarni aytdik, kirib, "Что-то menga bu o'xshamadi" deb tushirib bitirganlar. Shuna anda da yonadan yana produksiya borib keladi. Ham ular o'zaro yarışalar, o'zaro yanalari kerak. Bu obara 3D bostirimini proyektlovchi. 3D printerlari Big Sur, shorta Big Sur kirdilari ular bunun sifatida ana bitirishi ko'p bo'ladi, lekin prototip yog'idan birinchi materialni yasab yog'idan ular
keyin qo'llanilmoqda hamda turli bu 3D printer o'zi borib qaytdi-da, onun için kullandığı ekanligi bir anlaşılib etmayapti. Ular maktablarda bor, bu institutlar, ular zo'r obyekt bo'lar, turli zavodlarda bo'lar mumkinlar, lekin ular bor. Şuşa etilmesi kullanırsa belki kişi anlatırmaydı. Onun joyi anlaştı. Yani şu yana proyektlerini kimdir sizin yana proyektler, indirekt proyektler kerakligini anlab, ular şuşa proyektlovchilar yönlendiradilar o'z xizmatlari. Xitoyda 3D printerdan chiqargan uylar tuziladi degan ma'lumot. Ular Xitoyda yo'q. İnjenerning litseylar bilan ayolda 3D printerlar bilan tig'izlanib o'tadi. Ham mana bu proyektlar, men ko'rganimcha bu proyektlar birgina adabiyot yutuzu yo'nalish bo'lsin yoki nidir robotlarni yetishtirib yo'nalishi bo'lsin, ham turli yo'nalishlarda yonma proyektlar. Bular printerni ish qo'llanilgan u yo'nalishda. Yani bir yoqdan boshqa kompyuter borib keldi, ham bu kompyuterni foydalanuvchilar soni ortib, ko'payib shu yo'nalishga kirib ketdi. Albatta davom etsak, bunda salomat qolib bo'yicha ko'p sultlar. Dürüst. Hazır, doğru bir qog'oz kullansam. Hamza abi dürüst so'rab berdi, hazır. Ortadan boshqa javob berayotgan men anlatib beraman. Hazır. Yani mimik imada kelajak professorlar, kelajak hunerlari to'g'risida so'zlayotgan bir yoqdan, aynan. Shularga azirlik yog'idan ham biz mana shunday bir nuqtaga kelib yetdik. Oralasha turlash. Umuman turli professiya masalarida tilak, mumkinchiliklar ham talablar degan ish buzra bo'ladi. Ondan bolaning tilaklari turadi. Narsa u shargatli, narsa bilan shug'ullanadigan, kishining tilaklari. Bunda uning mumkinchiliklari, bir yoqdan u tilar bilmayman, kosmosda yashagan. Ikkinchi yoqdan biz bilamiz, bu uning fiziologik yo'ldan bir cheklovlari bor. Bu kosmonavt bo'ladi, kosmosda yashab yuradi. Shunga ko'ra bu mumkinchiliklarni hisobga oladi. Ham dunyo talab etgan ayollar qirg'oq biz professiya so'ylaganda mana shu ayollarning qo'ysidan bosim yasab, qo'ysidan negizlanib izlarga kirsin. Mana biz bugun kelajak hunerlarni to'g'rilashtirdik. Ular nega bulashyapti degan bir yoqdan. Bu farsaytlar ishonishda, ular shunday bulashyapti, lekin ular shu qanday o'zida davomli bulashyapti. Necha yil xizmat etishib, bu mana shu necha yil yashashib, bu hunar umuman olganda. Shunga ko'ra, elga talablar qilib, uni ilk kishi ilk maktabda bitildi, bu hunarlar bilan beri. Bu ham mishay. Mana men bulashyapman vrach. Vrachning nindi formatdan, nindi formada ekanligi belgili, ham shu vrachga azirlanganlar. Bu mana mishaylar bilan shogird biz oldin aytib ketsak. Bor mishay, bor o'qituvchi, bor o'quvchining o'g'li, ham o'qituvchi uydan mana oldi otaga yuradi. U ota yuramaydi shunga birga. Lekin bu kisi kunda
shu mishayning formasi. Hozirgi kunda bizning maktabda o'qituvchilarga shunday o'qituvchilar ham bolalarga shunday talablar qo'yiladi. Biz bolalarga birinchisi u predmet bo'yicha bilimlarni berishimiz, ikkinchisi predmet ora, beta predmetni deb atalaydi. Biz ana predmet ora deb aytamiz. Boshqa fanlar bilan baylanishli, integratsiyalangan bo'ladi deyishimiz fanimiz. Ham uchinchisi endi u shaxsga qo'shilishli ko'nikmalar bo'ldiradi deyishimiz. Hamda shu shaxsga qo'shilishli ko'nikmalar u darsda bo'ladi deyish, bolalarga berilgan bo'ladi deyish. Albatta endi hozirgi kunda mana o'qituvchilarda bu ulgada ishlarga deyish, bolalarga biz dunyoda yo'qolib qolmay turgan etib tarbiyalagan deyish, biz ana kommunikativ ko'nikmalar belgilagan deyish, ya'ni kishilarni aralasha biluv, psixologik yaxtan biz ularni ezalarga deyish, biz mana shu emotsiyalar o'zlarini tuta biluv, mana shunday yo'nalishda biz o'qituvchilar ishlagan deyishimiz. Ham albatta bu yo'nalishda biz ota-onalarni jalb etilgan deyishimiz. Masalan, shu predmetlar bo'yicha biz ota-onalarni proyekt ishlarini jalb etamiz darslarda. Ham albatta endi ota-onalar bizga bu ishtirokda yordam etadilar, bek turishlar, ular bolalar bilan birga ishlaydilar. Bu ota-onalar ham bolalar orasida baylanishni bo'ldiradi. Mana shuni istab ketasim kelganda. Ayshman mana bu proyektlar aytilganda proyektlarni ishlay biluv, komanda bilan ishlay biluv, oralasha biluv, ko'nikmasi, o'rtoq bir ko'nikma, oralasha biluv, durust komandada ishlay biluv ko'nikmalari, rollarni durust shamolarga kimning narsa ishlagan. Ya'ni kelajakda bu hunar bo'laraq ayrim bir mana ular shu undan butunisi unasida bo'ladigan bir tugul. Shu undan qaysilari bo'lsa, shu yo'nalish kerak tortin bo'lashar ona xizmat qiladi. Kimdir proyektlar bilan idora eta biluvchilar kerak. Bu yo'nalish to'g'ri bek kerak yo'nalishlardan birisi. Tag'in bir yo'nalish u turli o'zgarishlarga hozir bo'l. Ya'ni biz bilan bunda keldik, turli yo'ndan bosh men shu ishlarga deyish. Sen onda turli shortlarga qarab, bütün o'zgarishlar deb aytdim. Mana shu o'zgarishlar bo'luna qaramasdan sen o'zing fikr keltirgan, o'zing hozirlab kelgan, o'zingda bo'lgan ayb bilan o'rtoqlashuv qirna turli shortlarni o'zgarib turganiga qaramasdan sen turli gil hozir bo'lib turgandi. Bu bir yo'nalish. Anarsa ma'lumot yig'ini. Mana bizning X-Bone aytganlar o'zganda bu ma'lumot qiri shunday o'zishlikli tug'magan reklama bilan bannerlar bo'lsa-da ko'p tugiladi. To'g'ri, bizga bizning shirkatlar ko'paya boshladi, reklama qo'yib ular ko'p ham endi bugungi kunda kishining ixtiborini ishib shunday zo'r kurash borki, kishi qo'yag'ini borib ishgancha, senga eng birinchi reklamani ko'rdi, u ikkinchi nuqtaga borib ishgancha birinchi reklamani unutirgan mumkin. Chunki orada ko'p reklama bo'ldi. Ham mana shu reklama yetishtirishlar unutirgan mumkin ekanligini ishonmaydi. Shunga ko'ra reklamani shunday deb yasash har birisi shunday deb yasashga tirishadi. Unutmaslik bo'lsin deb yasashga tirishadi. Ham mana bu yerdan kishi e'tiborini shu qadar zo'r kurash bor, sen o'zing kontroldan tushirib, sening e'tibor qilgan narsa bo'lganligi uchun boshqa kishilar hal eta beryapti. Shunga ko'ra ko'nikma bo'lar. O'z e'tiboring bilan o'zing idora eta bilib, bu ayrim bir ko'nikmalardan birisi. Ya'ni men qo'yadashlar shunda boram debgan tugul. Menga bunda dashalar ekan, nega dashalar? Bular buni milliy resurs bo'laraq qo'llanadi. Bu yerlarni onlar ishitsa, u o'zing shakllanib bir yerga bo'lishadi ham. Shundan maktablarda bu FUGO standartlari bo'yicha ko'pgina ko'nikmalarni bildirib turishadi. Lekin ularning ishlandiga nechik ham niki sifatlar ekanligi endi bu har maktab o'zi belgili o'zicha kelib chiqib turishadi. Lekin nechik formalashtirganini baribir ota-ona o'zi qarab boradi bo'lib chiqadi. Natijada bolaning qiziqsinganligi baribir birinchi shiratda bolaning o'zining javobli qirida nesagina bo'lsa-da bola o'zi turmush uchun o'zi javobli bo'ladi. U javoblik tuvayimizning istadigan bir tugul ota-ona bo'ladi. U baribir bolaning o'zida nesagina bo'lsa-da biz profilaktika so'zagida bolalarga da shuni aytamiz. Hunar saylovda bo'lsa, o'zini o'zish yaqini
Sen üstgeç olğan günde eğitirgenliğine olğan duymayın ya. Bir 30 yaşına bir şey bilgende yine. Sen eğitirgen mümkünsen. Nik siz beni bu işe yönlendirdiniz. Ne? Şunu tiskere variant olsa ne? Eğitirgenliği de şimdi kumuldan vafu ettiğinde bile şolay kelip çıktığında de belirtir. Ben şunu sizin kumuldan değil mi? Lakin situasiyonu özgerteme koyuyor. Bala özünün profesiyasını özgerteme olamayınca şol etaptan. Şuna göre onda eşitliğine vafu ediyor. Yeyse koyuyorlar dostlarına fikirlerini, kimdir poğur bulurga tilegen, kimdir özü tilegen, min anın dostu. Min anın bilen bulurga tilegen, şuna göre min de poğur bulurga bari mende değil, birge kiteler de var, poğur bulur verirler. Şu alayda var mı deyince, şuna göre bu evrede balanın öz üstünde kalacağı olur. Ata-ananın anlı bir yaktan, həmide şu yaktan balanın özünün buna şu ülkede cevaplıqın saklığında yerine gitsek yaxşıрақ olur idi. Şu yaktan balanın cevaplıqın yoğaltmağı bizim cevaplık olup duraydı. Bu özü sayılır bize adekvat şamalasını. Şuna göre vakit bu işe bizim tamamına bir tane sorular olsa. Talep. Yok, talep tekşiri degeni birden tügül manda. Сейчас необходимо. İhtiyaç manda bu. Bu talep kına da ihtiyaç var. Standartları bu işe yetersiniz, bana repiniz. Siz dürüst sorabilir size Yani burada benim aklım alsa, efendim bize itibarımız için bu arada için.